Assalomu alaykum. Hamkasblar. 22 yil pulib mana. Zazimleniga. Bizni kuzatuvchi hozir mana uni propan bez zapravkaga chaqmoqqa qarshi zazimleniya qilyapmiz. Elektrotlarimiz bilan sanchilgan. Ikkinchisi bo'ldi, uchinchisi bu yerda. Shu yerda kalam qo'qadi. Yerda yuzini o'zini umini o'lchaymiz. Hadi Erkin aka. Birinchi knopka neydi? Aha. Bo'ldi. 600 ohm chiqyapti. Yerda yuzini o'zi hozirda. Bitta qoqqanimizda yana buni kamchiligi chiqadi. 10 ohm yaqin 10 qashda 10 ohm chiqish kerak. Yani 2 metre pastda. 2 metre past bilan 3 metre qoqilgan. Chiqib turib shu motorlarimizga ulanadi. Chaqmoq zazilmenasi mana xudosi bo'ldi. Bittasi. Bu ikkinchisi. Chaqmoqqa qilingan bu zapravka, benzin zapravka propan. Mana qozolarni shayton chiqarish uchun to'lamagan. Savka bilan to'lib qilinadi bu endi, xudo xolasa.